Superligada 3-tur yakunlandi. O'zbekiston Superligasining 3-turi kutilmagan natijalar va shiddatli bahslarga boy bo'ldi. Dastlabki turlardagi durangsiz seriya barham topib, turnir jadvalida jiddiy o'zgarishlar yuz berdi. Mavsumning ilk 2 turi muxlislar uchun murosasiz kechgan bo'lsa, 3-turga kelib vaziyat o'zgardi. Agar oldingi bahslarda faqat g'olib va mag'lublar aniqlangan bo'lsa, bu safargi 8 ta uchrashuvning naq 5 tasida jamoalar ochkolarni bo'lishib olishdi. Turning eng qiziqarli to'qnashuvlaridan biri Farg'onada kechdi. Neftchi o'z uyida Andijonni qabul qilib, raqib darvozasiga javobsiz 3 ta to'p kiritdi. Ushbu g'alaba farg'onaliklarni turnir jadvalida mutlaq yetakchiga aylantirdi. Toshkentda esa Namanganning Navbahor jamoasi Paxtakor mehmoni bo'lib, muhim g'alabani qo'lga kiritdi. Samarqandda esa Dinamo va Nasaf o'rtasidagi keskin kurash 1-1 hisobidagi durang bilan yakunlandi. Farg'ona jamoasi 3 ta o'yinda 3 ta g'alaba va +9 to'plar nisbati bilan mavsumni ideal tarzda boshladi. Ular hozircha birorta ham ochko yo'qotmagan yagona klub bo'lib turibdi. Ikkinchi o'rindan 4-o'ringacha bo'lgan jamoalarda Lokomotiv, Nasaf, Buxoro bir xil 7 tadan ochko mavjud. Bu esa chempionlik uchun kurash juda erta qiziganidan dalolat beradi. Muborakning Mash'al jamoasi hozircha birorta ham ochko jamg'ara olmay, jadvalning eng quyi pog'onasini egallab turibdi. Sizningcha, Neftchi o'z peshqadamligini nechanchi turgacha saqlab qola oladi? Paxtakorning mag'lubiyatini vaqtinchalik omadsizlik deb hisoblaysizmi? O'z fikringizni izohlarda qoldiring.